Assalomu alaykum. Qadrli Katta yo'l house kuzatuvchilari. Yana Tbilissiga 500 yil Tbilissiga shu aqlli ekonom yana nima deb ta'rif berishyapti? Universal, yo'qolg'i tanlamas. Xullas nimaki ta'rif bo'lsa, bor ta'rif bor. Katta yo'limiz 500 yil syomkasini qo'ydik. Buni ham yana bir yangi ko'rayotganlar uchun obzor qilib beramiz. 500 yil Vexniga katta yo'limiz. Tepadan yonib, bunaqasiga aylanib, mo'g'ridan chiqib ketadi. Hop. Eshiklardan boshlasak suvli, tutamaydi, arg'amchilari bor. Qiyshayib ketmaydi, chunki buni suvda kirib chiqib postoyanno sirkulyatsiya bo'lib turgani hisobiga qiyshayib ketmaydi bu. Shlankalar qo'yilgan. Bu yerda shlanka bor, padachka ulanadi. Padachini o'ziga moslab qo'yib oladi, qo'yib bermadik. Hop. Kranni обязательно kerak, qo'ydirish kerak, chunki shlanka olib turadigan bo'lsa, kechasiga bekitib qo'ysanglar, katta ishlar oladi, shlanka topib yurgunlarcha. Hop. Mana ko'mirxonasi ko'rinadi. Bu yerga turba to'qilgan. Hop, katta yo'limiz 130-140 kilo atrofida ko'mir oladi o'ziga. Tepadan yonadi. O't yonib turbalar orasidan yoqib o'tib ketadi. Hop, yana pastki holatini ham ko'rsatamiz. Pastki eshiklarni. Mana keyingina tozalashga udobniy. Konteyner dushkasi suv turadi buni tagida. Tepadan ko'mir tashlaganda ham tushganda unaqa zarar yetkazmaydi. Bu tepadagi suvli qilingan, yopilishi ham gelidek qilib. Havo yo'llari, ikki qator havo yo'li bor. Turbadan profil qilmaganimiz sabab akalar, profil qilib turib tepaga ulutkani qo'ysa bo'ladi. Profilda ulutga bor kuchida ishlab bermaydi, tiqilib qoladi havo. Bunda bemalol zo'r havo fuda beradi, chunki eshining hisobidan yaxshi yoq beradi. Mo'rlari qo'yilgan, tepada eshigi. O'txonaning yo'lini tozalab turiladi. Biz asli 10 kun 15 kunda tozalash kerak. O'tganlik bergan katta yo'llarni bir sezon tozalashmabdi. Men bir yildan yangi yoq yatib deyapti, tozalab yoqishni boshlaymiz deyapti, lekin o'tgan yili 2 oy yoqqa, 3 oy yoqqa umuman tozalashmabdi. Katta yo'l o'zgarish olmay ishlavergan. Ko'mirda yaxshini yoqishgan bela olma. Ko'mir sifatsiz bo'lsa to'lib ketadi. Yaxshi ko'mir bo'lsa to'lmaydi ekan. Mana bo'yli ko'mir to'ldirib yoqadi. Pastida bir paqir ham kul chiqmaydi-da. Tepadan yongani hisobidan toza pokiza yoqib, cho'noq shilay-pilay bo'lmaydi. Havo yaxshi sudagani hisobidan. Mana shu 130 vatlik ulutga yetkazib beradi. Bemalol pastidan birinchi bor bir-biriga havo o'tib, zo'r suda bergandan shilaga ham tushmaydi. Unaqa musor ham kam chiqadi kula. Yaxshi pokiza yoqib yo'qotaveradi. Ko'r, pastdan tozalaydigan pot. 500 yilga qo'yilgan. Montajini o'zimiz ustalar qilib berdi. Buni ham ertaga borib ulashadi. Holatini ham videoda ulaveramiz, borib sistemalarini ham qancha ketganlarini ham chiroyli qilib ko'rsatib, cho'tki qilib yana bir tushuncha beramiz. 300 yil, 400 yillarda qancha rasxod ketganini atableniga qo'ydik. Videolar yaxshi zo'r, odamlarda qiziqish zo'r bo'lyapti. Endi 500 yilga navbat ertaga buni to'liq obzor qilib sistemalarni hamma yo'g'ini boshidan oxirigacha teng-tengigacha xudo xolasa tushuntirib qilib beramiz. Xo'p akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta like bosib, podpisatsiya bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Videolarimizni 70-80% obuna bo'lmay ko'ryapsizlar aka. Akalar, obuna bo'lsanglar xursand bo'lamiz. Bizga ham, sizlarga ham foydasi bor. Katta qilmoqchi bo'lgan uyda Tbilissisi bor. Necha pul ketadi deb o'ylanib yurgan akalarga video jo'natib berasizlar bemalol, behijolat. Hijolat olmay jo'nata olinglar. Biroz o'tmaydi. Eshiklarimiz ligirobga bo'ladi. Ba'zi endi bir sezon ishlagandan keyin tutashi mumkin. Buni tortib, buni ham tortsa orqaga ketadi. Ayrimlar datik, eshiklar suvli, hamma yo'q. Padachi abratgani qo'yib beramiz biz. Ularga aytamiz, o'zlari mayga qo'yib bersa qo'yib beraveramiz, lekin ko'proq qo'yib bermayapmiz. Nimaga? Misol biz mayga qo'yib qo'ysak, kimdir mayga to'g'ri kelib qolyapti, kimdir bu yoqqa. Bu bekitib kesib
yana boshqa ochadi. Undan ko'ra stil ko'paytirmay o'zlari qo'yib olsa, bitta teshadi, bitta qo'yadi bo'ldi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hop akalar, e'tibor uchun rahmat.